aytardim o'g'limga, ona siz yaxshi bo'lyapsizmi deganda, o'g'lim mana shu anaqa gano mahsulotlarini men hattoki tillaga ham almashmayman. To'g'risida shunday yaxshi bo'lganimda men 2023-yilda analiz topshirsam, jigar siyrosi suvsiz deb chiqardi analizimda. Keyin kelinim davolanyapti Sirdaryoda, Gulbahor opa degan doktorga borib, o'shanda davolandim. U yerda gano shifo mahsulotlari bilan davolaymiz biz deb aytdi. Keyin gano mahsulotlaridan Gano Plus, Exil Plus birinchi nimasi etapiga yozdi. Etap choylarini, o'sha gellarini ichdim. Keyin yana 10 kunda, 20 kun davolandim. 20 kun davolanganimdan keyin 10 kundan yana bir 10 kun dam olib uyda kelasiz dedi. Keyin borib 10 kun uyda nima qilib, dam olib keldim. Yana bordim. U yerda ikkinchi etapini yozdi. Exil Gold, keyin Sakano yozdi. Shu gano mahsulotlaridan yana kofelarni yozdi, Trivatnom, keyin Superma kofelarini. Ularni hammasini ichdim. Shunda anaqa qilib kelsam, men endi o'zimda ishonch hosil bo'lish uchun doktorga borib analiz topshirdim. Qarasam, yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. Keyin o'sha davom ettirishni boshladim. Mana shu gano mahsulotlarini etap ichib, doktor aytganda ichib, 3 yil deganda mana shu gepatit C'dan natija oldim. Hozirgi kunda ahvolim juda ham yaxshi. Yanada davom ettiryapman. Gano Plus, Exil Plus, Fordy Gold, gratsinolarni ichib o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Hozirgi kunda ham 3 yil ichida mobaynida ichib keldim. Hammasini etapdan etap. O'sha boshida ishonmovmidingiz? Boshida biroz, lekin o'zimda chin xohish bo'lgan. Xohish bo'lganda shunda organizmimda xuddi mana suvsiz bo'lib qoladi inson. O'shanda bo'lib qolganman-da. Hargi gano Exil mana shu gano mahsulotlarini, kofelarni ichsam, xuddi tanamga suv yugurgandek bo'lardi-da. O'zim keyin aytardim o'g'limga, ona siz yaxshi bo'lyapsizmi deganda, o'g'lim mana shu anaqa gano mahsulotlarini men hattoki tillaga ham almashmayman. To'g'risida shunday yaxshi bo'lganimda shunday yaxshi bo'lyapmanki, organizmga yaxshi kiryaptiki, men o'shani astoydil ichdimda o'zimni xohishim bilan. Xursandsiz. Hozirgi kunda yaxshi, hammasini etap ichib kelyapman. Gepatit C'ni o'zi qayerdan o'zi yuqtirgan ekansiz? Qayerdan o'zi? Men 2023-yilning boshida stomatologga borgandim. O'shandan nima bo'ldim shekilli deb o'ylayman. Men juda ham xursandman siz uchun. Alloh shifosini bergani uchun, o'shaning uchun. Rahmat sizga, Kattakon.